Onalikda o'zimni yo'qotdim deb o'ylagandim. O'zim uchun vaqtimni, o'z tanamni, erkinligimni va umuman men bilgan o'zimni. Chunki men sokin tonglarimni ertalabki yig'i ovoziga, toza xonalarni o'yinchoqlar bilan to'zg'igan biriga, katta-katta orzularimni esa kichik bir xil kun tartiblariga almashgandim. Oynaga qaraganimda esa faqat charchagan ko'zlarni, o'zimniki ekanligini his qilmay qolgan tanamni ko'rardim. Va o'zimga aytgandim. Eski men yo'q endi. Bo'ldi, yo'qotdim uni. Ammo vaqt o'tib angladim. Onalik faqatgina mendan mendagilarni olib qo'ymabdi. Balki men hatto o'zimda bor ekanligini bilmaganlarimni menga beribdi. Ha, men bilmagandim sabrim shunchalar uzoqqa yetishini. Men bilmagandim bolamdan qayta-qayta kechirim so'ra oladigan darajada jasur ekanimni. Men bilmagandim uyqusiz og'ir tundan so'ng ertalab uxlab yotgan bolamni peshonasidan o'pib qo'ya oladigan darajada mehrli ekanimni. Bir insonni shunchalik sababsiz va shartsiz yaxshi ko'ra olishimni. Farzandim uchun butunlay hayot tarzimni, fikrlashimni, hatto orzu niyatlarimni o'zgartira olishimni. Shunchalik mas'uliyatli bo'la olishimni bilmagandim. Bir jajji qalb uchun uning butun dunyosi, hayotda eng muhtoj va eng ishongan insoni bo'lishim mumkinligini xayolimga ham keltirmagandim. Alloh bergan omonatimni fitratini sof holda saqlash, uni munosib holda tarbiyalash xayoli bilan o'z islohimga kirishib ketganini ham sezmay qoldim. Ha, onalik mening kunlarimni, rejalarimni o'zgartirdi. Lekin hammadan ko'proq u mening yuragimni o'zgartirdi nazarimda. Rosti, men hozir aynan hech qachon yo'qotishni xohlamaydigan versiyamdaman. Onalik meni kutganimdan ko'proq o'zgartirdi. U mendan kerak deb o'ylaganlarimni olib, aslida men muhtoj bo'lganlarimni berdi. Ba'zilar onalikda o'zlarini yo'qotganlarni aytishadi. Xuddiki hikoyaning so'nggi kabi. Ammo balki bu yangi bir hikoyaning boshlanishi bo'lsa-chi? Balki siz o'zingizni butunlay yo'qotmagan va aksincha sekinlik bilan haqiqiy meningizni topayotgan bo'lsangiz-chi? Nima deysiz?